Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizinki kep to'xtab qolgan o'zidan boshlab davom qilishga tirishimiz. Ilm usul fiqhi degan shu kitobimizniki. E, Masalan bu ilm usul fiqhi haqida hamda buni kim qachon to'plangan buning qoida formulalarini qaysi davrda ondan qisqa tushunib o'tdik va uningdan keyin hem de bu temenki dersimizde bu toplagan ama bunu ikinci asırda toplanganlığı Hicri ikinci asırda bir qancha xil sebepler tüpeyle onunla tanıştık. Hem de bu temenki okumakçı olan dersimizde bu toplagan müctehit ölümalının müctehit ölümalının bu tutkan yollar kaysi şekilde. Mesela töt mezhep pişvaları deyimiz. Ve onun başka mezhep pişvaları müctehit ulemalar. Qaysi tarafgaroq u nimani ma u nazariy tarafni yoqlaganmi yoki qoida tarafini beqaraq yoqlaganmi ikkisini farqi qandoq demanki darsimizda asosan shuni bayon qilmoqchi وتتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إسهاب وإيجاز. Ulemalar çoğu muşu ilm usul fikri barısında kitap iz hakkında la arka marka yazıp gitti. Beyne ishabin ve icazın. Nait ishab yani itnab. Nait mol, uzun arlıqda ve icaz ve kısa arlıqda. Işkıp köp yazsın, az olsun, uzun kısa olsun. Bu usul fikri barısında kitaplar nait cıkıp gitti. Arka marka yazışık başlı ulemalar. Ama yazgandı mı kandak yazdı. Qaysi nimine tarafnarak bir nime tercih kılıp mail olarak qaysi tarafga mail olarak yazdı. Gap şunu da hem de. وقد سلك علماء الكلام طريقا في التأليف في هذا العلم وسلك علماء الحنفية طريقا آخر في التأليف فيه. Hem ilmi kelam ulemaları, bunun ilmi kelam ulemaları şu İmam Şafii başlığında, İmam Malik başlığındaki şu bu ikisinin ki mensupları Şafii ve Şafiiçiler, Maliki ve Malikiciler ve Hanbeliciler şunu olarak demek Ebu Hanife'den başkası hemmisi nime bu cumhur da patıldı ya ki ilmi kelam. O çukum mandi ilmi kelamla bir yo'lni mangdi. Qandaq qilishda mush ilm barisida bir kitob yozuvchi bir yo'l mangan bo'lsa, vasalaka ulamo hanifati tariqan axar va mangdi Sadatl Ahnafla Hanefi İmam Ebu Hanife ve Hanefiçiler ulamalar yeni bir yolda mangdi. Şu ilim barısında ta'lif yani kitap yazış jarayonida. İkisining manhaj jihatlarda biroz nim bo'ldi, farqli bo'ldi. Favqulodda bir zidlashib qolgan darajada emas. Ma'lum farqli bo'ldi. Buni tavanda ko'ramiz. فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا وأثبتوا ما أيده البرهان ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية. Ama ilmi kelam ulemaları kandak oldu degende Şafii ve Malikiciler onların yolları başkaçarak oldu. Farklıgarak oldu. Nim bilen şu suretlen çukum ula bu ilimnin kaidelerini bektak kıldı. Nazariye tarafı emas, qoida tarafiga bakaroq kuchab ketdi. Qoidani yo'ritib,
qoidincha mustahkam turg'izishga boshqa bak kuchida mushun olaydi oldu bular. Va bu ilmninki ilmiy bahs o'rinlarini demak ummatan aytganda va bunday nazariya qoidalarini buni tahqiqlashga shunga bakaraq moyil oldi. Tahqiqan mantiqiyan nazariy, yani mantiqiy va nazariy tariqada tahlidi bular. Va onun uchun yana hujjat uni qo'lgan narsani o'zi isbotladi. Qimmidi o'zinki ko'z qarashini mush qoidaga mos kelgan ko'z qarashning o'zini ko'z qarashuncha mush qoidalarga mos kelgan qilmadi. Nima deganda ahkamdan iborat mujtahid imomlari istinbot qilgan narsaga o'zinki bu qoidalarniki mos kelishi, uyg'un kelishi buni qilmadi. Va bu qoidalarni u furuat masalalarga, u ahkamlarga bog'lab moltumadi. Ay aql nemi kuchlandigan bo'lsa, va uninga dalil, hujjat tug'ilgan bo'lgan bo'lsa, bu sharining asli shu dedi. Mayli bu mazhabdagi shaxchi furuat fiqhiy masalalarga uyg'un kelsin kelmasin, ay qoidalik bilan formula alishib, dastlab qoidaning ustiga aql qo'llasa va buning burhonlik bilan bir hujjatlik bilan puttaslab tura olsanglar, bizim shu nima sharining asli shu dedi. Mayli biz o'ylqi furuat mazhabiy masalalarga usib qolamdi, to'g'ri kelamdi, undan karimiz yo'q. Asos biz qoidani dastish bizniki birinchi qilmoqchi bo'lgan ishimiz shu dedi. Bularni qatoridan usulchilarning ko'parog'i mushunga qaraq. Usul ulamolarning ko'pinchisi shu tariqada, shu nahji, shu nimada prinsip ustida. Ularning ko'pinchisi, usulchilarning ko'pinchisi, mushlarning qatoridan usulchilarning ko'pinchisi qaysidan Shafiychilardan, Malikiychilardan bo'lgan usul ulamolarning ko'pinchisi shu nahji va shu tariq ustida deydi. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 هجرية، وكتاب الأحكام لأبي حسن الآمدي الشافعي المتوفى سنة 631 هجرية، وكتاب المنهاج البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 هجرية، وأحسن شروحه شرح الإسنوي. Endi bu usul ulamalarının kitaplarının en meşhurraqı, yani muşu ilmi kalam ulamaları, yani yukarı degandek Şafii ve Malikilerden köparakti bularınki qaidini asas qatlamdarak qo'yatdi. Anandan keyin furuat masalalarga o'tadi. Birinchi qatlam asas qatlamda qoidani o'tirib qo'yadi. Aslida shuni asas qiladi deyilgan. Bularning manhaj tutgan yo'li mushundan alaydi o'g'andi. Demak, shu uslub ustida, yo'l ustida talib qilinib yozilgan usuli kitoblarning eng mashhurroqdan bo'lgani, masalan, İmam Ebu Hamid G'azzaliyninki Hijriya 505-yilda tugab ketgan El-Mustasfa degan kitobi. El-Mustasfa bu naytdi, men o'qam buni. Bu shu mantiqlar bilan bakaraq jug'urilib ketgan kitob bu. Favqulodda egri, hajmi kichik bo'lgan bo'lsin, favqulodda egri kitob bu. Mustasfa degan kitob. Va Al-Ahkam degan kitob Abu Hasan al-Amidiyninki. Bu Şafii mazhabi, yani ölüp ketken 631-yili. Minhaj degan kitob Beydavi Şafii'ninki ölüp ketken bu kishimi 685-yili. O kishining shariylarining eng chiroyli güzel olgan bo'lsa Isnaviy degan sharisi. Bular hammasi shu mutakallimlarninki yo'lini tutuvarak, şu tarafını canlandırarak kitap yazgan ulemalar deydi. Ve amma ulema'ul hanefiyeti fetemtazu tariqatuhum bi ennehum vada'u al-kavaide vel buhusul usuliyetelleti ra'u enne a'immetahum benev aleyha ijtihadahum.
فهم لا يثبتون قواعد وبحوثا نظرية وإنما يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم وراعدهم في تحقيق هذه القواعد والأحكام التي استنبتها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه الفروع فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم. أمد سادة الأحناف İmam Ebu Hanife ve onun egeşkütür olan Hanefiçiler İmam Ebu Yusuf digendek, İmam Muhammed Hasan Şeybani digendek, İmam Züfer digendek ve onun başkalar mesela nurgun Saadetli Ahnaf Hanefiçiler. Bularning yo'l qandaqchisi, bularning yo'llari sal farq alaydaroq bo'ldi. Nima bilan? Shuning uchun bularmi bir qoida va bir yiltizlik bahs masalani o'tirib qo'ygan bo'lar. Ki o'ylik davlat nima deb, chunki bularning imomlari o şu qoid va buhusul usuliyaning ustiga özlerinin ijtihadini muş qoida va mushu buhus usuliyan üstü qo'ygan deb ular shundoq o'ylagan bo'lmasa. Ular qanday qilmaydi? Bir ular bir qoida va nazariy bir bahsni isbotlab avvalda uni bekitmaydi. Chuqum isbotlaydi, amaliy qoidalarni nazariy emas, zaten mükellefnin af'alida sadir bo'lgan va aqvalida mükellefnin sadir bo'lgan aqval va af'al qarab amaliy bir qoidani isbotlaydi bular. En oldingi ularning imomlarining ahkomlaricha undan shaqarib chiqdi. Va ularning raid rahbari, bayroqdori o nima qilgan? Mushu qoida va ahkomlarni tahlashda nima qilgan? Undan shaqaraydi. Ahkomlarki istinbat qilgan ahkomlarni ularning imomlari ashu nimaga qoidaga binoan emas, mujarrada nadariy mandaq bu jihatni emas. Müşahittin bu Saadatul Ahnaflar köp kıldılar özün kitaplarıca furuatlarını zikir kılışını. Usul ve kavaide, davabite ve usul lugaviye buna bak ahmiyet verip ketmey. Furuat mesleği köp arak kılın. Badi furuatlarını ki zikrin köp kıldı deydi. Ve bazı vakitte usulü kaidelerini tılgı aldı bunun fakat halifet değerlik emez. Kujsu ve sağı kujdi. Ular bazı vakitte usulü kaidelerini mi? Muşu puruğa maskelediğin neslerle bille. Puruğunu asız kıp durup. Kaidini asız kıp emez, per'ini asız kıp durup. Demek bu Saadetli Ahnaflar bir kaidini düzmek için olmasa puruğu qarab kaid düzülü demek. İlmi kalamçılığı bir kaidini koyup o kaidi qarab puruğunu kaidini boysundu demek. İkisinden fark aşınarak. Meyde ve hazil puruğu wow ma'iyye meyde. Bir nesine uygun geldi neyse muşu mezhep bilen uygun geldi. Muşu puruğu meseleler bilen uygun geldiğin nesine binaen usulü bazı bir kaidelerine ola oturup koydu bazı vakitte. Teltükse hem cihatte puruğu kıla jügürüp gitip, üzülüp gitip bu usulü de kaidelerini unutup kaldık. Emez bazı vakit bunu oturup koydu. Lakin aş puruğu uygun keliş şartası da, uygun kelişlen bildi. Ulanın demek bu köz karışı, özünün imamlarının ki, fikhisinin usulünün ki, onun paylanış şudur, o nemeden, o imamların furuat meselelerden, onların özünün usulü meselelerini çoğu, furuat meselelerden istindat kılışının ki, istindat kılış olur ulanın ki köz karışı. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة
430 430 هجرية. وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 483 هجرية. وكتاب المنار للحافظ النسبي المتوفى سنة 790 هجرية. وأحسن شروحه مشكاة الأنوار. مش yol üstüde, muş menhec, muş meslek üstüde yazılgan usulü kitaplarının en meşhurlarını katardın. Ebu Zeyd Debusi degan kishininki usuli. Ebu Zeyd Debusi. Bu demek Hanefi barısıda usul fiqhi kitaba demekçi bu kishininki. Bunu bir qator izlab ko'rishga to'g'ri kelgan. Ko'rib baksak bo'lgan Ebu Zeyd Debusi degandim. Bu adam 430 yil o'lib ketgan hijriyaning deydi. Va Faxrul Islom Bazdaviyningki usul Faxrul Islom deb kitib ekan da. Bu adam 483 yılı ölüp ketken. Ve Kitab-ı Manar Hafızın Nesapi için bu adamı 790 yıl vefat edip ketken. Bu kişinin şerisinden en yakısı mişkatlarını vardı. وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين. فعنى بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وعنى كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. وçokum yine vakat seleke ya ki vakat nehece yol mandi bazı ulemalar yol tuttu. Kitap yazışta muş ilimdeki usul fikhi barısında kitap yazış jarayonida şunda bir yol aldı. O'ttirhal bir yo'lni tariqan jamian baynat tariqatayn sabiqatayn yuqorqi ilmiy kalamchilar bilan ilm ahnab sadatli ahnablar mush ikkisini o'ttirdan tutib bak qavoid nazariya qavoid lug'aviyya buningmi chum ketmay bak furuatqimi kirishib ketmay ikkisini o'ttirdaroq bundoq yo'l olgan mushu vaqtda mana o'ttir yo'l tutib mang'illar bo'ldi ba'zi ulamolar deydi. Bu paana ko'ngil oldu kim? Ba'z. Paananing faili vaqad salaka ba'z ulama ki ba'z. Ko'ngil bo'ldi ba'd usuliy qoidalarni tahlashqa va unga hujjatlarni turg'izishga ko'ngil bo'ldi. Aqlin va ko'ngil bo'l shunchash unam fiqhiy furuatlarni tatbiq qilishga ham ko'ngil bo'ldi va u fiqhiy furuat shaxsiy masalalarni u usuliy masalaga rad qilib bog'lashga ham ko'ngil bo'ldi. Demak, o'ttirhal yo'l tutganlarmi bo'ldi demakchi deydi. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام للمظفر الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694 هجرية، وكتاب التوضيح لصدر الشريعة والتحرير لكمال بن همام وجمع الجوامع لابن السبكي. Hem muşu oturhal yol üstüde yazılgan usulga ait kitaplarının en meşhurlarından boğunu Bedi'un Nizam degan kitap ki Bedi'un Nizam bu El Cami' beynel Bezdavi vel Ahkam Muzaffar bil Baghdadi. Bu Bezdavi bilenço ve Ahkam argıda kısımda otura bir cemlikan kitap. Ahkam bu kim için ki Muzafferuddin Baghdadi'ninki bu Hanefi mezhep çıkan bir müctehit olmanın birisiken muş ikisini arasın cemi kılgan kitap bu. Bedi'un Nizam degan kitap. Bu mana o'ttirhal ikisini bir yaqinlashtirishga uringan deydi. Ilmul kalam bilan, ulamaul kalam bilan, ulamaul Hanefining arasıncha yaqinlashtirishga o'ttirhal tutmagan kitaplarning birisi. Bu adam köp ketken 694 yıl hicriye ve Tavdih degan kitap Sadr Şeria'nın ki Tavdih bu kitapla ve Tahrir Kemal ibn Hammam'ın ve Cemil Cevami degan kitap İbn Subuki'nin. Hammasi mush o'ttir hal yo'l tutib ikki tarafdan arasini yaqinlashtirishga urinib kitaplar deydi. Kitap İrşad el-Fuhul ila Tahqiq el-Haqq min ilm el-usul İmam Şevkani المتوفى سنة 1250 هجرية. وينا مش ilim barısında nayete kıskıgına ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة مش ilim barısında
Muş yana iki tarafdan ortak yol tutup o'ttirg'al yo'l tutgan mush ilm barasidagi foydali eng qisqa yangi yozilgan kitoblarning qatoridan bo'lgan Irshadul Puhul degan kitob. Irshadul Puhul ila tahqiqil haqqi min ilmi usul. Hamsi men bir qancha gap bir kitobning ismi hamdi. Irshadul Puhul ila tahqiqil haqqi min ilmi usul degan kitob. İmam Şavkani'nin bu 1250 yıl tövbe ketken edi. Ve kitab usul fiqhil merhum Şeyh Muhammed Hudari Bek المتوفى سنة 1927 ميلادية وأصول فقه مرحوم شيخ محمد خضري بك bu adam Acem'de kıldı. Bu adam kitbi. Bu adam ölüp ketken 1927 yılı miladiyedeydi. Ve kitap Tashil Usul ila ilmi usul merhum Şeyh Muhammed Abdurrahman Abdülaydıl Mehlavi المتوفى سنة 1920 ve Tashil Usul ila ilmi usul degan kitap. Merhum Şeyh Muhammed Abdurrahman Aydil Mehlavi degan adam için. Bu adam 1920 yılı miladi yapmış vakit ketgandaydi. Ve nahmadullah allazi vaffaqana ila al-ittila'i ala al-kesir min hazil kutubi ve hadana ila hazil khulasatil vafiyet allati بينا فيها مصادر التشريع الإسلامي أجلى بيان وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسعتها وبينا فيها مباحث الأحكام بيانا قرب فهمها وجلى حكمة الشارع فيما شرعه وصغنا فيها البحوث اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد ليسهل فهمها وتطبيقها وراعينا في الأمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية ليعرف كيف ينتفع أو كيف ينتفع عملا بهذا العلم وأشرنا في كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول الأحكام الشرعية وأصول القوانين الوضعية ليتبين أن مقصد الاثنين واحد وهو الوصول إلى فهم الأحكام من نصوصها فهما صحيحا وتحقيق مقاصد الشارع مما شرعه وتأمين نصوص القوانين من العبث بها وأهم ما ألفت النظر إليه ألفت وأهم ما ألفت النظر إليه أن بحوث علم أصول الفقه وقواعده ليست بحوثا وقواعد تعبدية وإنما هي أدوات ووسائل يستعين بها المشرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الحد الإلهي في تشريعه ويستعين بها القاضي في تحري العدل في قضائه وتطبيق القانون على وجهه فهي ليست خاصة بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية. Allah'a hamd sanalar olsun ki Allah subhanahu teala bu iş kitaplarının köplerini bir kata körüp çıkışka, muşun muttali oluşka Allah subhanahu teala bizni udullaştırıp bizge çok muvaffak kıldı. Allah'a hamd sanalar olsun. Bizni Allah subhanahu teala muşu İslam şeriatinin menbelerini nima qilishga va başladı bizni mushu naiti vapi nait qisqa mana to'liq va'dini beradigan va'dasiga to'liq vafo qiladigan mushu xulosiga mush kichkina mo'jiz bu kitobga bizni boshlab qo'yganiga Allohga hamd sano olsun. Ki bayon qildik biz bu xulosada islomning qonun chiqarish qonun manbalarini bayon qildik. Naiti ajla bayon, naiti ro'shan uchuq bir naiti bayon qilish tariqida. Va buningki muloyimligi, muloyimligidan bayon qildik, ashq qildik, kashf qildik, bayon qildik. Va uning mo'l mudaqqiqligi, munbatligi va buning keng kushada har qandaq zamonga va har qandaq zaminga mos keladiganligi haqida buni bayon qildik. Bayon qildik biz uning uchun ahkamlarning bahs qilish o'rinlaridan bayon qildik. Bir bayon tariqidagi yaqin qiladi. Ash bayon u ahkamni tushunishni va shari'ninki yo'l qo'yishdagi shari'ning hikmatini oshkora qiladi.
va biz buni qujivatdiq saga sug'na qujduk biz uningga lug'atga aloqador nurg'un bahslarni qujivatdiq va tashriy qonun chiqarishga tashriq aloqador bahslarni uni qujdiq nimalan nurg'un qoidalarniki qujishlarni siyg'ilashtirib nurg'un qoidalarning siyg'illarni qoidani qujishlarni asli sag'aya suv qujganmanda masalan tushda misda onun boshqa oltin kumushda bir narsa qujganning o'zini suv sağaya suv deb qo'ydi masalan qoidalarni quzishlar nima uchun u qoidani tushunish va uniki furuat juz'iyatlarga tatbiqlash o'ng'ay bo'lsin uchun va biz ko'ngil bo'ldik rioya qildik biz bu tatbiq misollarga tatbiqlash jarayonida tatbiqiy misollarda nima ko'ngil bo'ldik bu nayti shar'iyning nasrdan bo'lishga bek ko'ngil bo'ldik misol bo'lganda bu misolni ekanmay bu şer'i bir neslerden bo'lgan misollarni akilish ko'ngil bo'ldik va bizniki vad'iy yerlik qonunlarimizdan bo'lgan ba'zi bir misollarni akilishga ko'ngil bo'ldik nima uchun buningdan mush ilmga amal qilish jihatda masalan qandoq foydalanib qolish qandoq foydalanilganligini bir tunish uchun va ishorat qildik biz ko'p yerlarda ahkam şer'i bilan yerlik qonun yani qonun ilahi bilan qonunul va yerlik qonunning usullari orasini selishtirishga muqorana qilishga nurg'un ya'ni buni ko'rsatib o'tdik nima uchun deganda bu ikkilaninki ahkam shar'iy va usul qoid vodiy ikkilasining maqsadi birkan qanday bo'lsin bu olsa yetişken nimaga bir hukmni tushunishga yetishgan ahkam shar'iyyadagi usulni shu qavoid vadiyadagi usulning maqsadi bir u olsin hukmlarni tushunishga yetish hükümlerinin tekstlerden, neslerden to'g'ri shaklda usul degan maqsadi birken degan oshkor bo'lsin uchun bu ikkisini muqorana qilishga jiq yerda bir ishorat o'tdik deydi va shar'iyning maqsadinki o'zi yo'l qo'ygan narsa shariy taoloning maqsadlarini chiqarish jarayonida va qonunlarniki nasrni ishonch qilish to'g'risida amin qilish haqida masalan onun bo'lgan abaslardan quruq gap quruq behuda foydasiz narsalardan uni xotirjam unidan ishonchli qilish haqida endi bununla bu diqqatimizni va ahamma ma ulpitan nazaru ilay uning uchun diqqatni qartilgan narsaning eng muhimrog'i emas chuqum ilm usul fiqining mabhas va qoidalar olsa bu buhus emas va taabbudiy qoida emas bu usul fiqininki bahs qilish buhuslari bunun qoida va arkonlari bu buhus va taabbudi qoida emas bu zodi ilohiy tarafidan tushgan qoida emas bu taabbudiy bo'lsa uning zodi nima degan bu shundoq qilish to'g'ri keladi voy buning illati nima uchun tarat masalan mandaq ayam juymiz nima uchun mayan juymaymiz nima uchun boshqa hech qanday narsa takmiga masih qilishdan putimiz yoki putning nima uchun olqin qilmaymiz masihni dumsiq qilamiz degan o'xshash ba'zi masalalar va bu taabbudiy masalada bunida hech qanday odamning nima uchun nima nadin deyish haqqi bo'lmaydigan Allah dedimi şari dedimi şu bunca bija keltirish lozim bo'ladigan demak bu usul fiqininki qoidalari bu buhus va qoid taabbudiy emas bu chuqum o shariat qiluvchi umum foydasiga rioya qilgan holda va ilohiy bir chegara fasilning ustida turishga aslında bir musharri bir qonunshunos aslında faqat yordamchi talab qiladi yordamchi bo'lsin uchun yordam bo'lgan nima qaysi bu usul fiqiniki ilmiy va qoidalari u ta'abbudiy emas u faqat saymon bu vosita deydi musharri maslahatli ommaga rioya qilishga shu qoidlarni ilm usul fiqining qoidalari bilan yordam talab qiladigan o bir vosita yordamchi bir saymon deydi bu
Özün kanun çıkarışıda. Ve yerden talep kılıdı da bu müşerri o adavat ve vesail yardım kılıdı ay vesaillen qada hunun adaletini oylaşta özünün sot jaryanında ve kanun ne tatbiklaş jaryanında özünün közlemesinde adaletninki yönelişide şuna bir vasıta bu. Bu adavat deydi. Bu nime ilm usul fiqhi ve onun kaydeleri. O emas bu ilki emas bu kavaid ilm usul fiqhi ve onun kaydeleri şu şer'inin nusus ve ahkam şer'iye şer'inin nasırga ve şer'inin ahkamları khas emas bu deydi. Bu onun başka yerlik kavaid vad'iyede mi tepildiğin gap bu deydi. تنبيه دقت قلش مثلا تعريف العلم وموضوعه وغايته ومنشأه ونسبته إلى سائر العلوم وواضعه وحكم الشرع فيه ومسائله هذه كلها تسمى مبادئ العلم. Agahlandırış, ilimden bu ilimden tarifi, ilimden tarifi, marifetul, nima, marifetul mukellafi demdik, marifetul mukellafi, ma laha ve ma aleyha mu, aşnağırak mu. Bunu tefsilatını okuyunuz inşallah. Bu ilimden tarifi. Ve onun mevdusu. Onun gayesi bu ilimden. Onun peyda oluş vakti, peyda olan vakt, zamanı, zimini. Onun başka ilimler olan nispet kandıgarak derece cihetlerde, onun kuvvet tesir cihetlerde, onunki rolü cihette. Onu o ilimde koyga adam. Ve onunki şer'inin hükmü hem de bu ilimde. Onun meseleleri, bunun hemmesi mebadil ilimde patladı o da ilimden, prensipleri bu ilimden. Ve hiye tukevvinu lil ilmi sureten icmaliyeten tec'alu men yeşra'u في دراسته ملما به ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفهم في العلم بمقدمة في بيان مبادئه. Bu ilm, مش şu özünki مش mebadili ilmni özgağan, مش on mebadiler varken مش özgağan مش ilim, koraştırdı bir ilim için çok güzel bir sureti koraştırıp durdu. Qilida mushu ilmni bir dars qilishga kirishgan kishining o'zini, uni bilgan kishini nima qiladi? Qiladi bu e, bu qo'rashtirib turdi ilm uchun güzel bir suratni. E, qanday qiladi desa o'zini darsiga kirishligini qilib qo'ydi bu shunga birilgan odamning o'zini. Qiladi bu ilm yoki güzel surat. Bunu ders qilishga kirishgan odamning o'zini uningga birilgi chiqib qoladi. Asosan shunga muhabbat bog'lab, shuning uchun taxim junqurlik kelib, manda qilib qo'ydi, manda qilib qo'ydi. Mushatin odatlendi mualliflar, avtorlar o'zining kitoblarini bir ilm barisi sunish haqida qadimlarni odatlendi bir bu bir muqaddima bilan onunki mabadilerini, o kitaptan mabadi prensiplerini bayan qilish jarayonida muqaddimini taqdim qilishlan, oldida keltirishlan odatlanadi deydi. وقد ألف كثير من العلماء رسائل خاصة في مبادئ العلوم ومنها رسالة مطبوعة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة للمرحوم شيخ علي رجب الصالحي اسمها تحقيق مبادئ العلوم الإحدى عشرة. Ulemalardan köpüntüsü bu mebadil ulum hakkında ilimlerinin prensipleri, bu ilim prensipleri hakkında has bazı kitaplarını, risalelarını yazdı. Onun katarından bir risale var ki matbaa kılıngan, hacmi küçük. Ama bunun payısı pek çoğun hacmilik, nimek payısına çoğun, hacmi küçük, payısı çoğun bir risale var. O matbaa kılınıp oldu. O kim için? Şeyh Ali Recep Salihi diye adam için. O kitabınınki o risalenin ismi Tahqiq-u Mebadi'l Ulumil 11. 11 ilimnin
11 prinsiplarini taqiqlash degan kitobi. وابن خلدون في المقدمة كتب في القسم الأخير منها فصولا ممتعة في العلوم الشرعية واللغوية والعقلية، بين فيها تعريف كل علم ونشأته وتطوره. وابن خلدون دينشي مقدمة ده بارستا مقدمة orada yazdı. Ahir kısımda o Risale'nin Naiti şer'i ve lugavi ve akli ilimler barısında adamga huzur berişadigan bir qancha fasllarni yazdı. Onun uchun her ilimninki tarifati, o ilimning chiqish o'rni va uning taraqqiy qilib pishib üsüp yetilish davri. Buni ham bayon qildi deydi. Xo'sh, bu kitaptaki bugünkü dersimiz inşallah dersimiz devamı et oludu. Bugün vaqt itibariyle muşunlan kifayelerimiz ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.